Akalar mana ko'rib turganlaringdek ko'chma hammom yasash jarayonlari ketyapti. Xudo xohlasa bitta andijonga bo'ladi. Yoqqa bo'lsa layk bo'ladi qo'yishlar. Rakovina, o'ynak, motorchik, kirmoshinaga teng xud suvlarimiz. Bunga o'lakamiz, bunisi esa soch pen quritkani. Mana bu yerda mana ikkitaligimiz bor. Ariston bilan vitexga bo'lsa, motorchikka bu bo'ladigan bo'lsa, mana bunisi fenga bo'ladi akalar mana. Yoqqa bo'lsa laytni bosib qo'yasizlar, ikki xonali bo'ladi. Avtomat ключатlarimiz joy-joyida o'ta ideal ishlangan. Mana bu yerda simistillarimiz. Bo'rishlari mumkin ikkinchi xonasi. Yoqqa bo'lsa laytni bosib qo'yasizlar, razmeri keladigan bo'lsa, razmeri 3x1.70lik bo'ladi. Narxi 17 million so'm bo'ladi. Manzil Farg'ona viloyati Beshariq tumanida joylashgan bo'ladi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Mana ko'rib turganlaringdek ko'chma hammomimiz bitta. Bu qayerga edi aka? Namanganga. Namangan Chustga mana akamizni o'zlari kelib, zakalatni berib ketishdi. Mana tayyor bo'ldi. Aka sizga ma'qulmi? Yaxshi, zo'r. Aytgan rangingiz, aytgan stillaringiz mana. Zo'r ma'qulmi? Yaxshi, zo'r. Yaxshi kunlarda ishlayapting aka. Nasib qilsin. Mana topshiryapmiz. Hamma yo'q tekshirib olasiz aka mana. Zo'r aka. Xudo xolasa, yaxshi. Zakaz bo'lsa aytaverasizlar aka, dastlabkini ichida qilib beraveramiz aka. Xo'p, bo'ladi. Ichkarilarni ko'rsatib o'tamiz. Semestrlarimiz hamma yo'q joy-joyda. Mana xudo xolasa hozir ortda Namangan Chustga olib beraveramiz. Akamizni o'zlari ham birga ketishadi endi. Ular yo'l ko'rsatib ketadi. Aka, baraka toping. Yaxshi kunlar ishlayapti. Sog' bo'lsinlar aka. Omon bo'linglar. Rahmat, vatanga rozi bo'linglar. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Mana ko'rib turganlaringdek ko'chma hammom yasash jarayonlari bo'lyapti. Mana xudo xolasa bitta. Ko'rishlaring mumkin old fasadlarni, ko'rishlarini tanishtirib o'tamiz akalar birma-bir. Mana motorchiklarimiz bor, dolina motorchik, konditsionerlarimiz. Bu yoqda mana hojatxona unitazli bo'ladi. Bu yoqda esa mana dushovoy xonamiz akalar, porsiyalarimiz o'ta ideal holatda ko'rishlaring mumkin. Shifo sifrovoylar, aristonlarimiz 80 talik, 50 talik uzr. Simistel o'ynalarimiz hamma yo'g'i joy-joyida joylashgan. Yoqqan hisobda laytni gumbillatib qo'yamiz. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Mana ko'rib turganlaringdek ko'chma hammomimizni o'zimizni qishloqqa olib kelib qo'ydik. Mana ko'rishlaring mumkin. Naporlari o'ta ideal holatda ishlaydi. Vitef muzlatyapti mana. Hozirlik mana sensorlar ishlashini qarang mana. Sensor yonadi mana. Akalar. O'chiramiz. Soqamiz. Naporiga o'ta ideal vaqt cho'tkani yonadi. Dovlinaga ishlaydi akalar. Shunga mana shunday ko'chma hammomlar kerak bo'lsa, zakaz bersanlaring yasab manzillarini yetkazib beramiz. Ustunuqlarni qilib mana 80 talik ariston motorchiklar ishlash holatlari mana hozir avtomatik motorchik dovlina bilan ishlaydi. Mana suvimiz ham qaynadi. Ko'rishlaringiz uchun qo'lda kuydiraman deydi bolalar. Yo'q, bo'lmasa laytni bosib qo'yasizlar.